Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi ma'lumot pensionerlar, nafaqa oluvchilar, pensiyaga chiqishga yaqin turganlar va uyida keksa ota-onasi bor har bir oila uchun juda muhim. İnik avgustdan boshlab pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ayrim tartiblar, tekshiruvlar, hujjat topshirish jarayonlari va pul olish usullari bo'yicha yangiliklar amalda sezilishi mumkin. Shuning uchun menga aloqasi yo'q deb o'tib ketmang. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta ma'lumot bazada noto'g'ri ko'rinsa yoki karta, yashash manzili, ish staji bo'yicha xatolik bo'lsa, pensiya kechikishi, qayta hisoblash cho'zilishi yoki ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi paydo bo'lishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, endi nimalarga e'tibor berish kerak, kimlar xavotir olishi kerak, kimlar xotirjam bo'lishi mumkin, qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish zarur va muammo chiqsa qayerga murojaat qilish kerak. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirida alohida aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar bir kun kech eshitilsa ham odamga pul, vaqt va asabga tushishi mumkin. Avval ko'pchilik pensiya masalasini juda oddiy tasavvur qilardi. Yoshim yetdi, mehnat daftarcham bor, pensiya jamg'armasiga bordim, arza berdim, keyin har oy pulim tushadi. Haqiqatan ham eski tartibda ko'p narsa qog'oz hujjatlarga, mehnat daftarchasidagi yozuvlarga, korxona bergan ma'lumotnomalarga va inspektorning qo'lda tekshirishiga bog'liq edi. Kimdir 30 yil oldin ishlagan zavodidan ma'lumotnoma qidirardi, kimdir arxivdan ish haqi haqidagi hujjatni olardi. Kimdir mehnat daftarchasidagi muhr xira bo'lgani uchun qayta tasdiqlatishga majbur bo'lardi. Endi esa jarayon bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Bu nimani anglatadi? Davlat idoralari, soliq organlari, bandlik tizimi, pensiya jamg'armasi, banklar va boshqa bazalardagi ma'lumotlar ko'proq solishtiriladi. Ya'ni faqat siz olib borgan qog'ozga qarab emas, elektron bazada nima turgani ham muhim bo'ladi. Masalan, men 1998 yildan 2005 yilgacha mana shu korxonada ishlaganman deysiz. Agar mehnat daftarchangizda yozuv bor, lekin elektron bazada sug'urta badallari, ish haqi yoki tashkilot ma'lumotlari to'liq ko'rinmasa, qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Bu yangilikning yaxshi tomoni ham bor. Ko'p odam endi har bir idoraga alohida yugurmaydi. Ayrim ma'lumotlar avtomatik tekshiriladi. Pensiya tayinlash jarayoni tezlashadi. Noto'g'ri hisob-kitoblar kamayadi. Lekin xavfli tomoni ham bor. Bazada xatolik bo'lsa, ism familiya bir harf bilan noto'g'ri yozilgan bo'lsa, pasport ma'lumoti muddati tugagan bo'lsa, yashash manzili mos kelmasa yoki ish staji hujjatsiz qolgan bo'lsa, odam o'z pulini vaqtida ola olmay qolishi mumkin. Shuning uchun 12 avgustdan keyingi davrida eng katta masala shuki, pensionerlar va pensiyaga chiqayotgan fuqarolar o'z ma'lumotlarini oldindan tartibga keltirishi kerak. Bu vahima qilish degani emas, bu tayyor turish degani. Men ko'p yillik tajribamda shuni ko'rganman. Kim hujjatini oldindan tekshirsa, u muammoni idora eshigi oldida emas, uyda tinch holatda hal qiladi. Birinchi navbatda pensiya yoshiga yaqinlashgan fuqarolar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, erkak kishi 60 yoshga, ayol kishi 75 yoshga yaqinlashayotgan bo'lsa, hali vaqt bor deb yurmasligi kerak. Kamida 6 oy oldin mehnat stajini tekshirtirib qo'yish foydali. Nega? Chunki biror davr stajga kirmay qolsa, uni tasdiqlash uchun arxivga murojaat qilish, sobiq ish beruvchini topish, sud orqali faktni belgilatish kabi ishlar vaqt oladi. Ba'zan bitta arxiv ma'lumoti 10 kunda chiqadi, ba'zan 30 kun, ba'zan tashkilot tugatilgan bo'lsa. Hujjatlarni qaysi arxivga topshirilgani aniqlanmaydi. Ikkinchi guruh hozir pensiya olayotganlar. Siz mening pensiyam allaqachon tayinlangan, menga nima bo'ladi deb o'ylashingiz mumkin. Lekin sizda ham 3 ta muhim masala bor. Birinchisi, bank kartasi va to'lov usuli. Agar pensiya kartaga tushsa, karta muddati tugamagan bo'lishi kerak. Ikkinchisi, yashash manzili. Agar siz boshqa tumanga ko'chgan bo'lsangiz, lekin ro'yxat eski joyda qolgan bo'lsa, ayrim holatlarda xabarlar, chaqiruvlar yoki tekshiruv ma'lumotlari eski manzilga ketishi mumkin. Uchinchisi, qayta hisoblash. Ish staji yoki hujjatlar bo'yicha yangi ma'lumot topilsa, pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqish mumkin. Lekin buning uchun siz murojaat qilishingiz kerak. O'zi avtomatik bo'lib qoladi deb kutib o'tirmaslik kerak. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda eng katta e'tibor tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi hujjatlari, nogironlik muddati, qayta ko'rik sanasi va elektron ma'lumotlarning mos kelishiga qaratiladi. Masalan,
fuqaroning nogironlik muddati 1 sentyabrgacha bo'lsa, u 20 avgustda qayta ko'rikka tayyorgarlik ko'rishi kerak. Agar hali vaqt bor desa, keyin to'lov to'xtab qolishi yoki kechikishi mumkin. Bu to'lov butunlay bekor bo'ldi degani emas. Lekin qayta tasdiq bo'lmaguncha jarayon cho'zilishi ehtimoli bor. 4-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu holatda bolalarning o'qishi, yoshi, ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma, shaxsiy hujjatlar juda muhim. Masalan, emgak yoshdan oshgan farzand kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Agar o'qish to'g'risidagi ma'lumot o'z vaqtida tasdiqlanmasa, to'lov bo'yicha savol tug'iladi. Ko'p oilalarda aynan shu joyda muammo bo'ladi. Bola institutga kirdi, lekin onasi yoki buvisi pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar bermadi. Natijada to'lovda uzilish paydo bo'ldi. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi 25 yoshli ayol 25 yil tikuvchilik seksida ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuvlar bor, lekin 1995-2000 yillardagi korxona nomi keyinchalik o'zgargan. Elektron bazada eski korxona bo'yicha ma'lumot to'liq chiqmasligi mumkin. Agar u pensiya yoshiga yetganda birinchi marta murojaat qilsa, inspektor undan arxiv ma'lumotnomasi so'rash ehtimoli bor. Bu esa pensiya tayinlashni kechiktiradi. Agar u 6 oy oldin borib stajini tekshirtirsa, o'sha arxiv hujjatini oldindan olib qo'yadi va pensiyaga chiqish jarayoni ancha silliq o'tadi. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi 67 yoshli pensioner har oy pensiyasini bank kartasidan oladi. Kartaning muddati avgust oyida tugaydi. U bunga e'tibor bermaydi, chunki oldingi oylarda pul tushib kelgan. Keyingi oy bank tizimida karta faol emas deb ko'rinadi. Pul tushishi yoki boshqa hisobga qayta rasmiylashtirish talab qilinadi. Aslida muammo pensiya bekor bo'lganda emas, bank kartasi yangilanmaganida. Shuning uchun karta muddatini oldindan tekshirish kerak. Uchinchi misol. Qashqadaryoda bir fuqaro 10 yil norasmiy ishlagan, ya'ni oylikni qo'lga olgan, soliq va sug'urta badallari to'lanmagan. U pensiyaga chiqqanda men ishlaganman. Hamma biladi deydi. Lekin pensiya hisobida hamma biladi yetarli emas. Ish staji hujjat bilan tasdiqlanadi. Agar mehnat shartnomasi bo'lmasa, mehnat daftarchasida yozuv bo'lmasa, arxiv ma'lumoti bo'lmasa, bu davr pensiya hisobiga kiritilmasligi mumkin. Natijada pensiya miqdori kutilganidan kam chiqadi. Mana shu sababli hozir ishlayotganlar ham rasmiy ish, rasmiy oylik va hujjat masalasiga jiddiy qarashi kerak. 4-misol. Boquvchisini yo'qotgan oilada 9 yoshli farzand universitetning kunduzgi bo'limida o'qiydi. Oilasi pensiya oladi, lekin yangi o'quv yili boshlanganda o'qish haqidagi ma'lumot yangilanmaydi. Tizimda u o'qishni davom ettiryaptimi yoki yo'qmi? Savol paydo bo'ladi. Natijada to'lov vaqtincha ushlanishi mumkin. Bu yerda yechim oddiy. Ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma olib, tegishli idoraga vaqtida topshirish yoki elektron shaklida tasdiqlanishini tekshirish. Xavotir olish kerak bo'lganlar hujjatlarida farq bor odamlar. Masalan, pasportda familiyasi Karimova, mehnat daftarchasida Karimova emas. Karimovna deb yozilgan bo'lsa, nikohdan keyin familiyasi o'zgargan, lekin eski ish hujjatlarida avvalgi familiya qolgan bo'lsa, tug'ilgan sana bir joyda 28.1939, boshqa joyda 21.28.1939 bo'lib tursa, mehnat daftarchasida muhr o'qilmasa, tashkilot nomi noto'g'ri yozilgan bo'lsa, bularning hammasi mayda ko'rinadi, lekin pensiya hisobida juda muhim. Xavotir olish kerak bo'lgan ikkinchi toifa uzoq yillar turli joylarda ishlaganlar. Masalan, 5 yil kolxozda, 7 yil zavodda, 3 yil xususiy firmada, keyin yakka tartibda ishlaganlar. Bunday odamlarda stajni yig'ish va tasdiqlash murakkabroq bo'ladi. Ayniqsa, kolxoz, sovxoz, eski shirkat xo'jaliklari. Tugatilgan korxonalar bo'yicha arxiv masalasi alohida tekshiriladi. 3-toifa naqd pul orqali pensiya oladigan yoki bank kartasidan foydalanishda qiynaladigan pensionerlar. Agar to'lov tizimida o'zgarish bo'lsa, ularga oldindan tushuntirish kerak bo'ladi. Bunday holatda farzandlar, nevaralar yordam berishi zarur. Lekin juda muhim ogohlantirish, pensioner o'z bank kartasining PIN kodini, SMS kodini pasport rasmini begona odamlarga bermasligi kerak. Pensiyangizni oshirib beramiz. 2 avgustdan yangi ro'yxatga kiritamiz. Kodni ayting, pulingiz tushadi degan qo'ng'iroqlar firibgarlik bo'lishi mumkin. Xotirjam bo'lishi mumkin bo'lganlar kimlar? Agar sizning pensiyangiz tayinlangan, har oy muntazam tushayotgan, bank kartangiz faol, pasportingiz yangilangan, yashash manzilingiz to'g'ri. Hech qanday qo'shimcha nafaqa yoki qayta hisoblash talab bo'lmasa, vahima qilish shart emas.
Lekin baribir bir marta ma'lumotlaringizni tekshirib qo'yish foydadan xoli emas. Men har doim shuni aytaman. Muammo chiqqandan keyin yugurgandan ko'ra, muammo chiqmasidan oldin 30 daqiqa vaqt ajratgan yaxshi. Birinchi nozik jihat. Pensiya oshishi degani hammada bir xil miqdorda oshadi degani emas. Ko'pchilik islohot bo'lyapti. Demak, mening pensiyam ham katta oshadi deb o'ylaydi. Aslida pensiya miqdori bir nechta omilga bog'liq. Ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlar, eng kam pensiya miqdori, qo'shimcha to'lovlar, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlar soni va boshqa omillar. Masalan, ikki odam bir xil yoshda pensiyaga chiqishi mumkin, lekin biri 35 yil rasmiy ishlagan, ikkinchisi 12 yil rasmiy stajga ega. Ularning pensiyasi bir xil bo'lmaydi. Ikkinchi nozik jihat, qayta hisoblash hamma uchun avtomatik bo'lmaydi. Agar sizda ilgari hisobga kiritilmagan staj bo'lsa va hozir hujjat topilgan bo'lsa, uni olib borib ariza berish kerak. Davlat o'zi ko'rib qoladi deb kutish har doim ham to'g'ri emas. Masalan, 1990 yillardagi arxiv ma'lumotnomasi elektron bazaga tushmagan bo'lishi mumkin. Siz uni taqdim qilmaguningizcha hisobga olinmaydi. Uchinchi tuzoq, ortiqcha to'lov masalasi. Ba'zan odam biror o'zgarish haqida vaqtida xabar bermaydi. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik, pensiyasi oluvchi farzand o'qishni tashlagan, lekin to'lov davom etgan. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Yoki nogironlik muddati tugagan. Qayta ko'rikdan o'tmagan, lekin vaqtincha to'lov davom etgan bo'lsa, keyin hisob-kitob qilinadi. Shuning uchun o'zgarish bo'lsa, darhol xabar berish kerak. 4-nozik jihat, ishlayotgan pensionerlar. Ayrim pensionerlar pensiya olayotgan bo'lsa ham ishlashda davom etadi. Bu qonuniy holat. Lekin rasmiy ish, oylik soliq ma'lumotlari bazada ko'rinadi. Agar biror turdagi nafaqa aynan daromadga bog'liq bo'lsa, daromad yashirilsa, keyinchalik muammo bo'lishi mumkin. Oddiy pensiya bilan ijtimoiy yordam yoki ehtiyojmandlik mezoniga bog'liq nafaqalarni aralashtirmaslik kerak. Har bir to'lovning sharti alohida. 5-nozik jihat, ishonchnoma orqali pensiya olish. Ba'zi pensionerlar kasalligi, yoshi yoki chet elda vaqtincha bo'lgani sababli pensiyasini farzandi yoki qarindoshi orqali oladi. Bu holatda ishonchnoma muddati, notarial tasdiq, bank talabi va pensionerning tirikligini tasdiqlash kabi masalalar paydo bo'lishi mumkin. Ishonchnoma muddati tugasa pul olishda muammo chiqadi. Shuning uchun hujjat muddatini albatta tekshiring. 6-jihat, firibgarlar faollashadi. Har safar pensiya, nafaqa, kompensatsiya, yangi ro'yxat, karta almashtirish haqida gap chiqsa, firibgarlar ham paydo bo'ladi. Ular telefon qiladi, havola yuboradi, anketani to'ldiring deydi. Plastik karta raqami, amal qilish muddati. SMS kodni so'raydi. Hech qachon SMS kodni hech kimga aytmang. Bank xodimi ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham sizdan SMS kod so'ramasligi kerak. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz bugun yoki ertaga nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilish muddati. JSHR raqami, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sanat to'g'ri yozilgan bo'lsin. Agar nikohdan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatni tayyorlab qo'ying. Agar hujjatlarda farq bo'lsa, FHDga, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi yoki tegishli idoraga murojaat qilib tuzatish yo'lini aniqlang. Ikkinchi qadam, mehnat stajini yig'ing. Mehnat daftarchasi bo'lsa, undagi barcha yozuvlarni ko'zdan kechiring. Ishga qabul qilingan sana, bo'shagan sana, buyruq raqami, tashkilot muhri o'qiladimi? Tekshiring. Agar biror yozuv xira bo'lsa yoki tashkilot nomi tushunarsiz bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi oling. Avval ishlagan korxonangiz hali faol bo'lsa, kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga so'rov bering. So'rovda to'liq ism familiyangizni, o'sha paytdagi familiyangizni, tug'ilgan sanangizni, qaysi yillarda ishlaganingizni, tashkilot nomini yozing. 3-qadam, ish haqi bo'yicha hujjatlarni tekshiring. Pensiya miqdoriga faqat staj emas, ayrim davrlardagi ish haqi ham ta'sir qilishi mumkin. Agar sizda ish haqi haqida ma'lumotnomalar bo'lsa, ularni saqlang. Eski hujjatlarni tashlab yubormang. Ba'zan odamlar bu eski qog'oz deb o'ylab eng kerakli ma'lumotni yo'qotib qo'yadi. 4-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? Telefon raqamingiz bankka to'g'ri ulanganmi? SMS xabarlar kelyaptimi? Agar karta yo'qolgan bo'lsa yoki muddati tugagan bo'lsa, bankka boring. Pensionerning o'zi bora olmasa,
Bankdan tartibini so'rang. Ishonchnoma kerakmi? Uyga xizmat bormi? Qanday hujjat talab qilinadi? Buni to'lov kuni kelganda emas, oldindan qiling. 5-qadam, yashash manzilingizni aniqlang. Agar ro'yxatda bir joyda, amalda boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, bu masalani tartibga keltiring. Ayniqsa boshqa tuman yoki viloyatga ko'chgan pensionerlar pensiya ishini ko'chirish tartibini so'rashi kerak. Bunda mahalla pensiya jamg'armasi bo'limi yoki davlat xizmatlari markazi orqali maslahat olish mumkin. 6-qadam, agar nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik to'lovi bo'lsa, muddatlarni yozib qo'ying. Qayta ko'rik sanasi, o'qish ma'lumotnomasi topshirish vaqti, bola yosh hujjat yangilanishi kabi sanalarni telefoningizga eslatma qilib qo'ying. Keksa odamning o'zi esdan chiqarishi mumkin. Shuning uchun farzandlar va nevaralar yordam bersin. 7-qadam, rasmiy manbalardan tekshiring. Har qanday xabarni Telegramdagi noma'lum kanaldan emas, rasmiy idoralar, pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi, bank yoki mahalla orqali aniqlang. Agar sizga 2 avgustdan pensiyangiz to'xtatib qo'rqitishsa, darhol ishonmang. Avval rasmiy tasdiq so'rang, lekin hammasi yolg'on deb ham beparvo bo'lmang. To'g'ri yo'l: tekshirish, hujjatni tayyorlash, rasmiy maslahat olish. 8-qadam, murojaat qilayotganda arizani to'g'ri yozing. Agar pensiyani qayta hisoblashni so'rasangiz, arizada aniq yozing. Mening falon yildan falon yilgacha bo'lgan ish tajimni hisobga olishni va pensiyamni qayta hisoblab berishni so'rayman. Ilovaga hujjatlar ro'yxatini qo'shing. Mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, pasport nusxasi va boshqa tegishli hujjatlar. Arizani topshirganda qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. Og'zaki aytib ketish yetarli emas. 9-qadam, javob muddatini kuzating. Agar idoraga murojaat qilsangiz, javobni kuting, lekin nazoratsiz qoldirmang. Belgilangan muddat o'tsa qayta murojaat qiling. Zarur bo'lsa yuqori turuvchi tashkilotga yoki davlat xizmatlari orqali yozma shikoyat berish mumkin. Har doim xotirjam, hujjat bilan, aniq talab bilan harakat qiling. 10-qadam, oilada pensionerlar bo'lsa, ularga yordam bering. Ko'p keksa insonlar karta, SMS, elektron navbat, arxiv so'rovi, onlayn xizmatlardan foydalanishda qiynaladi. Farzandlar uligiga boring demasin. Birga borib, hujjatlarni papkaga solib, kerakli telefon raqamlarini yozib bering. Bitta papkada pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank kartasi ma'lumoti, mehnat daftarchasi nusxasi. Tibbiy hujjatlar, arxiv ma'lumotnomalari saqlansa, keyin muammo kamroq bo'ladi. Azizlar, 12 avgustdan keyingi o'zgarishlarning asosiy mazmuni shundan iborat. Pensiya va nafaqa masalasida hujjatlar, elektron bazadagi ma'lumotlar, bank kartasi, yashash manzili, staj va qo'shimcha tasdiqlar yanada muhim bo'ladi. Bu hammani qo'rqitish uchun emas, balki tartibni kuchaytirish, xatolarni kamaytirish va to'lovlarni aniq manzilga yetkazish uchun qilinadi. Lekin tartib kuchaysa, beparvolikning narxi ham oshadi. Shuning uchun har bir pensioner va pensiya yaqinlashgan fuqaro bugundan tayyorlanishi kerak. Men sizga yana bir bor aytaman. Pasportni tekshiring, mehnat daftarchasini ko'ring. Arxiv hujjatlarini yig'ing, bank kartasining muddatini yangilang. Nogironlik yoki o'qish bo'yicha ma'lumotnomalarni unutmang. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling va hamma ishni yozma tarzda rasmiylashtiring. Agar siz hozir 2 soat vaqt ajratsangiz, keyin oylar davomida idora yurishdan qutulasiz. Sizning hududingizda pensiya to'lovlari, karta, staj yoki qayta hisoblash bo'yicha muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bugungi ogohlantirish ertangi katta muammoning oldini olishi mumkin.